Salom do'stlar. Mana yangi miner bot do'stlar. Unda miner sotib olasizlar. Mana nechta miner sotib olganman bu yerda. 3 xil miner sotib olganman. Bu yerda do'stlar vazifalar bajarasizlar. Turli xil vazifalar. 20 ta do'st chaqirsanglar sizlarga 20 k beradi. 50 taga 80 k beradi. O'zini valyutasi shu botni. Bu yerdagi vazifalar bajarib qo'yganman. Bu yerda yana turli xil vazifa miner sotib olganlaringga ham ancha nima qo'shiladi. Asosiy miner mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana miner ketyapti. 4150 ramer sotib olganman. Yana nima qilishimiz mumkin? Bu yerda esa o'sha ramerlarimizni mana coinga alishtirishimiz mumkin. Coinga mana necha marta alishtirganman. 1, 2, 3, 4, 5 marta alishtirganman do'stlar. Endi yechib olish ko'rsatadi. Shu coinlarimizni tonga alishtirib yechishimiz mumkin do'stlar. Ton coin bosasizlar, bu yerga tepasiga adres qo'yasizlar. Bu yerga esa o'sha coinlarimizni qo'yamiz do'stlar. Keyin yana depozit qilishimiz kerak. Avvalambor do'stlar $3 minimal $3 depozit qilishimiz kerak. Bo'lmasam yechib bo'lmaydi. Har bir depozitchi uchun birinchi depozit uchun 40% bonus beradi do'stlar. Bot haqida qisqacha ma'lumot shu edi. Mana yechib olganlarimni ko'rsataman do'stlar. Mana yechib olganman. Tasdiqlangan. Mana jarayonda bittasi jarayonda turibdi. Shuncha yechganman do'stlar. Bu to'lovda bemalol ishlashlaring mumkin. Bot haqida qisqacha ma'lumot shu edi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.